Assalomu alaykum aziz do'stlar. Bugun Xudo xolasa Pythonda grafik chizish darsimizning ikkinchi qismi. Xo'p, o'tgan safar adashmasam x bilan y ro'yxatda bergan holatda nuqtalarga mos qo'yib grafik chizishni ko'rgan edik. Endi bu safar ixtiyoriy funksiyani grafigini chizishni o'rganamiz va oldingisiga nisbatan ko'proq ma'lumotlar bilan. Xo'p, unda boshladik. Bizga nima kerak edi? Bizga matplotlib kerak edi. Matplotlibni ham pyplot degan bo'limi kerak edi. Keyin bizga numpy kerak. Pyplotni biz splt deb plt degan yozuvchiga saqlab olamiz va numpyni chaqirib olamiz. Numpyimiz bo'lsin, uni np deb saqlab olamiz. Bizning g'oyamiz nima edi? Qanaqadir bizga ro'yxat berilgan bo'lsa, masalan 1 2 3 4. Endi u x bo'yicha, endi y bo'yicha masalan unga mos qiymatlar berilgan bo'lsa, masalan 1 4 masalan 9 16 ya'ni 10 kvadratlar berilgan bo'lsa, grafikni qanday chizardik? plt.plot deb turib x bilan y ni kiritardik. Ya'ni x o'qi bo'yicha va y o'qi bo'yicha qiymatlarni kiritardik-da plt.show qilib qo'ysak bo'ldi. Biz grafikimizni chizib berardi bu. Mana grafik chizildi. Endi biz buni boyitishimiz mumkin, xolos. Xo'sh, mana shunaqa qilib qiymatlarni kiritib, shunaqangi bog'liqlik x bilan y ni bog'liqligini kiritishimiz mumkin bo'ladi. Faqat sharti x bilan y ni elementlari soni teng bo'lishi kerak ro'yxatda. Kerak endi biz masalan y dan y darajasi x qilmoqchi bo'lsak, biz har bittasini shunaqa qilib kiritib chiqa olmaymiz. Masalan x 1 dan 10 gacha, 100 gacha qilib qo'lda kiritib chiqa olmaymiz. Masalan bizga masalan y darajasi x, sinus x yoki boshqa shunaqangi grafiklar chizmoqchi bo'lsak, x va y ni qiymatlarini biz o'zimiz qo'lda hisoblab, unaqa qilib ro'yxat qilib kiritib chiqa olmaymiz. Shuning uchun biz uni to'g'rima-to'g'ri hisoblashimiz mumkin. Qanday qilib? Buni ikkita usuli bor. X bilan y ni kiritishni. Birinchisi np.arrange degan funksiya bor. Masalan 0 dan 20 gacha bo'lsin. 0 dan 20 gacha bo'lgan oralig'ida 0,1 qadam bilan olib chiqadi. Ya'ni 0 dan 20 gacha bo'lgan oralda x larni 0,1 farq bilan ro'yxatini shakllantiradi. Mana bu kodlarni Ctrl 1 ni ezib o'chirib turaman va sizga hozir x ni ko'rsataman. X ko'rsatsam mana 0 dan 20 gacha. Keling shuni 20/1 qilib qo'ysam, endi 0,1 gacha hisobiga 20 chiqadi. Mana 0 dan 20 gacha bo'lgan 0,1 farq bilan sonlarning ro'yxati hosil bo'ldi. Demak, bu x'imiz nima ekan? Ro'yxat ekan. Mana shunaqangi ko'rinishdagi ro'yxat ekan. Endi unga mos ravishda y larni hisoblamoqchi bo'lsak, masalan, deylik, y darajasi x. Y darajasi x hisoblamoqchi bo'lsak, bizda shunaqangi xato beradi. Ya'ni arrange bilan shunaqangi oraliqlarni olishimiz mumkin, lekin uni y darajasi x qilib hisoblamoqchi bo'lsak, bu ro'yxat bo'lgani uchun sen ro'yxatni darajaga oshira olmaysan. np.y qilaylik, chunki y ni qiymati bizda yo'q. Ha, endi bo'ldi mana. Endi buni bitta chizib ko'rsak, nima bo'ldi? Ha, chizmadik hali. Bitta chizib ko'rsak, mana bizda shunaqangi ko'rinishda grafik chiqarib beradi. Nima bo'lyapti? Bizda x ni ro'yxati bor va x ni ro'yxatidagi har bitta elementni y darajasi x ga qo'yib, y ni ham ro'yxatli ko'rinishda chiqarib beradi. Masalan, endi print y qiladigan bo'lsak, mana bizda u ham ro'yxat. Ro'yxat bo'lganda ham qanaqa ro'yxat? Mana shu har bitta x ni ichidagi har bitta element y darajasi x ga oshirib chiqqanlardan tuzilgan ro'yxat bo'lyapti. Ya'ni bizda x va y ro'yxati shakllandi va biz buni shunaqangi plt.plot x y qilib grafikini chizishimiz mumkin yoki np.sinus x grafikini chizishimiz mumkin. Bu ham nima qiladi? X ichidagi har bitta ro'yxat har bitta elementni sinusini olib chiqadi, keyin shunaqangi grafik ko'rinishda chiqarib beradi. Endi keling biz mana shu yoki polar degan funksiya bor. Agar plot o'rniga polar yozsak, bizga buni shunaqangi ko'rinishda mana qutb koordinatasida chizib berardi. Buni ham bir olsak zarar qilmaydi. Hozircha plotda turib tursin. Endi bu grafikni biz boyitishimiz mumkin. Qanday qilib boyitamiz? Keling. Xo'p,
Grafikda nomini biz title bilan beramiz. Nomi masalan funksiya grafigi bo'lsin. Funksiya grafigi. Nom berib qo'yishimiz mumkin. Bu tepada chiqadi. Bitta ishga tushirsam mana tepada shunaqangi ko'rinishda turadi. Endi biz x o'qiga nom berishimiz mumkin. X label deb turib, masalan x deb qo'yishimiz mumkin. plt.y label deb turib, nima y deb berib qo'yishimiz mumkin. Bitta ishga tushirsam mana x labelda x deb turibdi, y labelda y deb turibdi. Endi biz bularga kataklar qo'yib qo'ysak bo'ladi. plt.grid deb yozsam, mana bunaqangi kataklar ko'rinishda chiqib turadi bizda. Endi plt.x line, ya'ni h degan x arc, x xullas o'q, h horizontal degan so'z olingan, horizontal line, ya'ni gorizontal chiziq, gorizontal o'qni hosil qiladi. plt.x line desak, mana gorizontal o'q hosil bo'ldi. plt.x v line desak, endi bu vertical line degani bizda 0 dan o'tuvchi shunaqangi o'qlarni hosil qilib berdi. Uni rangini color teng ichida deb turib, ichida past ichida black deb bu o'qlarni, ya'ni 0 dan o'tgan o'qlarni rangini o'zgartirib qo'ysak ham bo'ladi. Endi hop, shunaqangi qilib biz boyitdik grafigimizni. Endi yana nima qilsak bo'ladi? Endi biz mana shu chiziqqa nom bersak bo'ladi. Bu chiziqqa nomni plt.plotni endi mana plt.plotga ishlov beramiz. Hop, x bilan y ni kiritdik. Endi biz nima qilishimiz mumkin? Endi biz color teng deb turib, bu grafikning rangini o'zgartirishimiz mumkin. Masalan, color teng red qilsak, qizil ko'rinishda bo'ldi. Orange desak, masalan, orange deb bersak, mana funksiya grafiga to'xtalib bo'ldi. Mana yellow, xullas xohlagan qanaqangi rangingizni kiritsangiz bo'ladi. Keyin line style degan narsa bor. Bu chiziqning ko'rinishi, ya'ni chiziqning turi deb bersak bo'ladi. Bu masalan chiziqcha desak, shunaqangi chiziq ko'rinishda bo'ladi. Masalan nuqta deb bersak, nuqta yo'q ekan bu ro'yxatida. Mana bu yerda biz kiritishimiz mumkin bo'lgan qiymatlar bor ekan. Mana biz xato kiritdik. Mana sen mana bunaqa qiymat kiritib bo'lmaydi, sen shunaqa qiymatlar kiritishing mumkin deb beryapti. Masalan, nima kiritishimiz mumkin ekan? Chiziq, ikkita chiziqcha kiritishimiz mumkin ekan. Mana ikkita chiziqcha kiritsak, mana shunaqangi bo'lib chiqyapti. Yoki mana chiziqcha nuqta kiritsak bo'lar ekan. Mana shunaqangi o'zgaryapti. Mana ikki nuqta kiritsak, nuqtali bo'lib chiqadi. Mana biz nuqtali qilishimiz uchun ikki nuqta kiritishimiz kerak ekan. Mana chiqyapti. Shunaqa solid degan qiymat kiritishimiz mumkin ekan. Qattiq deb qalinroq bo'lib chiqsa kerak. Dashed, mana dash dot va shular buni matn ko'rinishida yozilganlar. Endi yana bitta narsa bor, marker degan narsa bor. Bu nuqtalarning turi. Masalan, A deb belgilasak, nuqtalar, hozir bunda nuqtalar ko'p. Buni keling, buni kamaytiraylik. Masalan, 0 dan pullik chiqib ketib qoladi, mayli, endi buni chiqib ketsa ham 0.5 qilib turamiz. Ishga tushirsam, mana nuqtalarni yumaloq ko'rinishda chiqarib beryapti. Hozir sinusli grafigi faqat oraliqlari kattaroq bo'lgani uchun shunaqa chiziqcha bo'lib ketdi. 0 dan 3 gacha bo'lgan yarim oraliqda, yarim farq bilan grafik chiqaryapman. Marker teng O deganidek shunaqangi nuqta ko'rinishda chiqaryapti. Ya'ni har bitta nuqtamizni bizga O ko'rinishda, ya'ni yumaloq nuqta ko'rinishda ko'rsatib beryapti nuqtalarimizni. Bu oddiy graf chizayotganimizda, sinus kosinus qilib graf chizayotganimizda oldingi usulimiz yaxshi, lekin laboratoriyadagi qiymatlarda nuqtalarni ko'rsatib berayotganda foydalansak bo'ladi markerdan. Yoki P deb turib pentagon 5 burchak qilib ko'rsatsak bo'ladi. D, xullas xohlagan D qilsak, mana bunaqa romb chiqyapti. Mana xohlagan ko'rinishimizni nuqta qilib qo'ysak bo'ladi. Nuqtamiz sal kichkinaroq bo'ladi O'ga nisbatan. Shunaqa qilib biz nuqtalarni kiritib chiqishimiz mumkin bo'ladi. 20.1 har bitta nuqtani mana nuqta ko'rinishda chiqarib beryapti. Ya'ni qayerga nuqta qo'ydi, shu nuqtalar hammasini mana bu markerni ichidagi qabul qilgan qiymatga qarab ko'rsatib beradi. Yoki
Bu narsalar hammasini boshqacharoq ko'rinishda ham yozsa bo'ladi. Ha, ishga tushirib yubordim. Hop, buni o'chiramiz, joy tashlaymiz. Ochamiz. Mana bu color bilan line style'ni shunday qilib turib bittani ochamizda, qo'shtirnoq ochib turib masalan B deb yozib qo'ysak, bizga shunchaki rangini beraveradi. Rangini beraveradi masalan. Endi B deb turib masalan chiziqcha nuqta qilib qo'ysak, mana markerni o'chirib qo'yamiz, o'chirib turaylik hozircha. Mana B chiziqcha nuqta. Nima qildik? Bu yerda rangini berdik, bu yerda qolgan ikkita joyida chiziqni ko'rinishini berdik yoki mana ikkita chiziqcha. Mana unaqa qilib rangi teng blue yoki line style teng solid yoki mana bu bunaqa qilib kiritgandan ko'ra shu uzun narsani shunday bitta qo'shtirnoq ichida yozib kiritib qo'ysak ham bo'lar ekan. Endi biz mana shu funksiyani grafigini farqlab olish uchun, ya'ni bu nimani grafigi? Label degan narsa kiritamiz va unga y teng masalan emas sinus x grafigini chizdik, y teng sinus x deb yozamiz. Va endi buni farqlab olish, ya'ni bu nimani funksiyasi ekanligini ko'rsatish uchun sinus x deb kiritdik. Endi bu yerda buni ko'rsatib berish uchun plt.legend deb beramiz. plt.legend deb beramiz. Shunda bitta chizsak, mana bizga shu chiziqcha bilan berilgan funksiya, ko'k rangli funksiya nimani grafigi, sinus x ni grafigi ekanligini bizga shunaqa ko'rsatib beradi. Biz buni ixtiyoriy joyga joylashtirishimiz mumkin. Qanday qilib? Log degan parametrni berib, masalan upper right yozib, o'zi upper right turibdi, tepada o'ng tarafda turibdi. Keyin upper left qilamiz. Tepada chap tarafga o'tdi. Bottom left qilib pastga nimasi xato ketdi buni? Lower left ekan. Lower left mana bu yerda biz xato qiymat kiritgandik. Unaqa bottom left degan narsa yo'q. Shunaqa qiymatlar bor, shular kiritsam bo'ladi deb chiqarib beryapti mana. Mana lower leftda kiritsak bo'lar ekan. Bitta ishga tushirsak mana pastda chiqdi. Mana lower right. Mana pastda o'ng tarafga chiqdi. Upper right. Mana tepada o'ng tarafga chiqdi. Keyin mana right o'zini kiritib ko'ramiz. Mana right o'zini kiritsak o'ng tarafda o'rtada chiqdi. Keyin center degani bor edi mana. Center left, center shunaqa qiymatlarni kiritsak yoki best kiritsak, funksiya grafigi eng kam chizilmay, ya'ni to'sib qolmaydigan darajada, eng kam to'sib qoladigan darajadagi joyiga qo'yib beradi best. Ular shunaqa qilib biz mana shunaqa qilib masalan ko'pgina funksiyalar bitta grafikga chizsak, bitta rasmga chizsak, shunda ajratib olish uchun shu narsadan foydalansak bo'ladi. Masalan buni y1 deb turib, mana y1 deb turib, y2da kosinus chizaylik, masalan np nuqta kosinus x deb turib, endi uni kosinusini ham chizamiz. Mana plt nuqta plot deymiz. X larni oralig'ini o'zgartirmaymiz, kosinusini chizyapmiz. Keling, rangini qizil deb beramiz. Xo'p, chiziqli turini oldingisini ikkita chiziqchali qilgan ekanmiz, buni chiziqcha nuqtali qilaylik. Dosh doshmi? Hozir dash dot shunaqa. Chiziqcha nuqtali qilib beramiz va uni labelini nima deb beramiz? Y teng cosinus x deb beramiz. Y teng cosinus x deb beramiz. Bitta chizsak, mana best joy emas, eng yaxshi joyga qo'yib berdim. Mana ko'k chiziqchali bizda sinus x grafigi ekan. Qizil nuqta chiziqchaligi mana kosinus grafigi ekan. Shunaqa ajratib beradi. Buni keling upper rightga ko'chiraylik. Shunaqa qilib chizib beradi bizga. Endi bizda doim bunaqangi funksiyalarni yozish oson bo'lgan grafik, buni ham o'chirib turamiz. Bizga doim bunaqangi labelni osongina yozadigan narsalar bo'lmay qolishi mumkin yoki sinus x emas, faraz qiling bizda y darajasi x funksiyani grafigini chizdik. Masalan y1 shu np nuqta y darajasi x degan chizdik mana. Y darajasi x grafigini chizdik. Shunaqa bo'ladi.
Xo'p, y darajasi x ning grafini chizdik masalan. Yoki shunaqangi grafik chizdik. Endi biz bu yerda y dan y darajasi x deb yozishimiz kerak. Qanaqa deb yozamiz? Eksponenti x deb yozsak ham bo'lmaydi, ko'p joyga keldi. Y darajasi x bunaqa qilib yozsak bo'ladi, bunaqa qilib yozsak bo'ladi. Bu qo'pol juda ham. Shunda bizga mana bunaqa narsa yordamga keladi. Uni y darajasi x qilib yozishimiz mumkin. Qanday qilib? Hozir ko'rsataman mana. R qo'yamiz. R dan keyin umuman boshdan yozay mana. Biz buni y darajasida qilib x qilib yozishimiz mumkin. Bu yerda shunaqangi qilib chiqarishimiz mumkin. Qanday qilib? Label teng deymiz, R deymiz, qo'shtirnoq ochamiz, qo'shtirnoq yoki bir tirnoq ochamiz. Dollar belgisini qo'yamiz. Ikkita dollar belgisini qo'ygandan keyin uni orasiga o'tamizda, bilasizlar, bilsanglar kerak yoki bilmasanglar ham aytaman. Latex yoki qanaqa talaffuz qilinadi bilmadim, xullas LaTeX degan programma bor, Overleaf ham deyishadi. Xullas, shunda kodlar yozish orqali shunaqangi murakkab formulalar yozish mumkin. Masalan, endi biz hozir asosiy kerak bo'ladigan narsalar daraja va indeks. Bizda nima? Y darajasi x, to'g'rimi? Shunday qilamiz mana. Y teng y qilaman, darajasida x. Shunaqa qilib yozsam, menga darajada qilib ko'rsatib beradi mana. Ko'rib turganingizdek, darajada qilib ko'rsatib beradi. Yoki masalan, indeksi bo'lishi mumkin, masalan, to'g'rimi? Boshqa endi y darajasi x emas, masalan, t indeksda x bo'lsin masalan. Shunday yozsam mana indeksda ko'rsatib beryapti. Yoki to'g'ri ketib qoldi. Yoki masalan ilzosda x bo'lsin masalan. Ilzosda x chizaylik bu yerga. np.sqrt(x). Mana endi ilzosidan chizmoqchi bo'lsam, bunda ham xuddi shunaqa. Bunday yozaman. sqrt deyman. Unaqa qaus qo'yaman. Bunday qilaman. Mana ilzosda x deb yozib beryapti, ko'ryapsizmi? Buni oddiy qo'shtirnoq bilan bunaqa qilib yoza olmasangiz, lekin shunaqa maxsus o'zini kodlari bor. Shunaqa qilib yozsangiz bo'ladi. Y ning ilzosida x deb mana qilib chiqaryapti. Yoki sizda yunon harflari qatnashishi mumkin. Yunon harflar masalan alfa plus beta bo'lsa, bunday qilib yozasizda alfa plus masalan beta deb yozsangiz, mana nima bo'ldi? Qayerga xato ketdi? Mana alfa bo'ldi, katta harf bilan yozib qo'yibman, kichik harf bilan yozish kerak ekan. Mana alfa plus beta deb chiqdi. Masalan gamma deb yozaman. Mana alfa plus gamma chiqdi. Yoki yig'inni kerak bo'lishi mumkin. Bizga yig'inda bo'lsa summa deb beriladimi ekan, qanday berilar ekan? Sum deb beriladimi ekan? Ha, mana sum deb yozsa, mana summa shunaqangi narsalarni biz maxsus kodlarini yashtirib dollar ichiga yozish orqali, latex kodini yozish orqali biz shunaqa qilib berishimiz mumkin bu yerda grafiklarni. Xo'p, bizda hozircha shular. E'tiboringiz uchun rahmat. Xayr. Salomat bo'ling. Ushbu video Turkiston Science kanali uchun maxsus tayyorlandi. Muhammad Sodiq Shamsiddinov tomonidan.